Tezkor xabar: O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Assalomu alaykum, siz Oper.uz kanaldasiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, marhamat qilib kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Dunyodagi va O'zbekistondagi eng so'nggi yangiliklarni faqat Oper.uzdan birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Shuningdek, shu sanadan e'tiboran yangi sanoat, to'qimachilik va charm, mebelsozlik, elektrotexnika, avtomobilsozlik va axborot texnologiyalari sohalari to'liq xalqaro standartlarga o'tkaziladi. Bu haqida Buxgalteriya.uz xabar qiladi.